Assalomu alaykum. Chartaxi 1417 mijozlari kelib keladigan yangi yil bayrami bilan yana bir bor chin qalbimdan tabriklayman. Bu ko'rib turgan qarbobolangiz Xudo xolasa Tuproqqala tumanida, ya'ni o'zimizni Drujba parkimizda Chartaxi 1417 tomonidan yo'naltirilyapti. Albatta, hurmatli mijozlarimiz ko'nglini sel bo'lsa ham ko'tarishda xizmat etadi. Qarbobo xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon uraverasizlar. Bu videoni esa Qarbobo izlab yurgan yurtdoshlarimizga tirs yuborib qo'yamiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlarni ko'rib turamizdan yana bir bora xursandmiz. Yurtimiz fuqarolari 1417 kompaniyasi nomidan yana bir bora chin qalbimizdan tabriklaymiz. Do'stimiz aytib o'tganidek, mana bizlarda endi Qarbobo xizmatlari ham mavjud. 1417 ishonchli raqamlariga telefon qilasiz. Kechki payti xizmatlarni bemalol uyingizda qilib berishadi. Farzandlaringizni quvonchini ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta 1417 bilan baham ko'ring. Telefon qiling, ishonchingizni oqlaydi. Omon bo'ling.